Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, e'tiboringiz markazida Futbol vaqti kanali va men boshlovchingiz Sarvarbek. Do'stlar, bilasiz, O'zbekiston milliy terma jamoasi 2026-yilgi jahon chempionatida munosib ishtirok etish uchun o'zining tayyorgarliklarini davom ettiryapti. Kecha Kanadaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvini o'ynadik va birdaniga yigitlarimiz 8-iyun 23:45 da bo'lib o'tadigan Gollandiya, Niderlandiya milliy terma jamoasiga qarshi bo'ladigan o'yinda munosib ishtirok etish uchun o'z tayyorgarliklarini boshlab yuborishdi. Do'stlar, Gollandiya milliy terma jamoasi, Niderlandiya milliy terma jamoasi bu juda ham jiddiy raqib. Ushbu Niderlandiya milliy terma jamoasi FIFA reytingida, e'tibor qiling, FIFA reytingida 7-o'rinni tasavvur qilyapsizmi? Dunyo bo'yicha 200 dan ortiq futbol jamoalari, futbol terma jamoalari bo'ladigan bo'lsa, Gollandiya milliy terma jamoasi 7-o'rinda ketayapti va mana shu terma jamoa o'z tarixida biror marta jahon chempioni bo'la olmagan. Ammo lekin bu terma jamoa o'z tarixida 3 marotaba jahon chempionatining finaliga qadar yetib borgan va finalda 3 marotaba o'ynab, 3 marotaba ham yutqazgan. Oxirgi final adashmasam Ispaniyaga qarshi o'sha 2010-yildagi final bo'lgan. Xullas, Niderlandiya milliy terma jamoasi juda ham jiddiy va juda ham kuchli milliy terma jamoa. Menga kelgan ma'lumotlarga qaraganda, endi bu insight, men aniq aytmayman, yana ertaga yolg'on ma'lumot balobatlar deb bo'ynimga qanaqadir statiyalar qo'yib yuborishmasin, lekin menga kelgan ma'lumotlarga qaraganda biz Gollandiya milliy terma jamoasi bilan o'rtoqlik o'yini o'ynashimiz uchun Gollandiya milliy terma jamoasiga bu taklifni qabul qilishlari uchun $3 million to'laganmiz. Ha do'stlar, bu ishonchli insight, menimcha shunchaki oshkor qilishmaydi, lekin bu menga kelgan aniq insightlardan biri desam bo'ladi. $3 million O'zbekiston milliy terma jamoasi Gollandiya milliy terma jamoasiga to'lab bergan va o'rtoqlik uchrashuvida o'ynashga rozi qilishgan. Shunaqa do'stlar, kuchli top terma jamoalar oddiyroq terma jamoalarga qarshi o'ynaganda mana shunaqa o'zining talabini qo'yadi. Mana shuncha pul bersangiz, mayli o'ynaymiz deyshadi. Shunday ekan, endi FIFA reytingida top 10 ga kiradi, 7-o'rinda turar ekan. Endi bu $3 million ni biz qanday qilib bo'lsa ham ulardan chiqarib olishimiz kerak. Buning uchun biz ularni adabini berib qo'yishimiz kerak. Aytishlar mumkin, biz qayerda-yu Niderlandiya qayerda? Ularda Van Dijk bor, Depay bor, De Jong bor, yana bir qancha kuchli futbolchilari bor. Biz ularni qanday qilib yutamiz deyishingiz mumkin. Men pessimist emasman, ya'ni yomon xayollarga bormayman. Men har doim pozitiv fikrlayman va har doim milliy terma jamoamiz kerak bo'lsa Braziliya bilan o'ynaydimi, Ispaniya bilan o'ynaydimi, Fransiya, Argentina, Portugaliya bilan o'ynamaydimi? Men ulardan faqatgina g'alaba kutaman. Shuning uchun sizlardan ham shuni talab qilaman. Duo qilinglar, duo qilsanglar, duoda gap ko'p. Nasib qilsa, mana shu $3 million pul sarflab o'ynayotgan milliy terma jamoamizga qarshi g'alaba qozonaylik. Chunki agar biz g'alaba qozonadigan bo'lsak, bu FIFA reytingidagi o'rnimizga ta'sir qiladi, juda ham katta ochko yoziladi bizga va ulardan ochko olib tashlanadi. Ular ham jiddiy qarashadi, chunki o'rtoqlik o'yini bo'lsa ham baribir bu o'yindagi natija FIFA reytingida ta'sir qiladi. Shunday ekan do'stlar, eslab qoling, yana bir bor eslatib o'taman. 8-iyun O'zbekiston vaqti bilan 23:45 da Niderlandiya milliy terma jamoasiga qarshi o'ynaymiz. Tarkibimizda bitta jiddiy yo'qotish bor. Hojiakbar Alijonov, biz ishongan shu o'ng qanot himoyachisi, juda ham kuchli futbolchimiz, jarohat olgan va u bir haftada safga qaytishi mumkin, balki 10 kunda. Xullas, jahon chempionati boshlanguncha, xudo xolasa Kolumbiyaga qarshi o'yinimizgacha ham qaytib qoladi. Boshqa yo'qotishlarimiz yo'q. Qolgan hamma futbolchimiz tayyor, faqatgina Hojiakbar Alijonovda jarohat bor va u bu o'yinda ishtirok eta olmaydi. Qolgan futbolchilarimiz hammasi tayyor. Nima qilamiz? Duo qilamiz va do'stlar, bitta narsani iltimos qilaman. Kanalimizdagi, ya'ni YouTube kanalimizdagi obunachilar soni 382 mingga yaqinlashdi. Ya'ni 400 minglik marraga ozgina qoldi. Agar meni obuna bo'lmagan holda kuzatayotgan bo'lsak, do'stim, meni qo'llab-quvvatlang. Shunchaki like bosib, mana shu kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar va meni qo'llab-quvvatlanglar. Undan tashqari siz Telegramdagi kanalimizga albatta obuna bo'linglar. Futbol vaqtining Telegram kanali har doim jonli efirlarni namoyish qiladi. Undan tashqari eng so'nggi ma'lumotlar va yana bitta sirni aytaman. Hech qayerda chiqmaydigan, rasmiy saytlarda aytilmaydigan mana bu Gollandiyaga qarshi o'ynash uchun qancha pul berdi O'zbekiston degan ma'lumotlarni meni kanalimda bilishingiz mumkin. Bu do'stlar pora emas, bu rasmiy ravishda pul berilgan. Bu yomon narsa emas. Shunchaki ularni rozi bo'lish uchun $3 million berganmiz xolos. Shunday ekan do'stlar, o'z fikrlaringizni yozib qo'yinglar. Ha, yana bitta narsa. Nima deb o'ylaysiz? Shu $3 million berib o'ynashimizga arzidimi mana shu terma jamoaga qarshi o'yin? Umuman biz
oddiyroq terma jamoasiga qarshi o'ynasa ham bo'lardi. Masalan, Tekinga o'ynasa ham bo'lardi, boshqa qilsa ham bo'lardi. Nima deb o'ylaysizlar? Gollandiyaga 3 million dollar berganimiz to'g'ri bo'lgan, noto'g'ri bo'lgan. Bu haqida ham yozib qoldiringlar. Undan tashqari, ushbu uchrashuvdan Niderlandiya O'zbekiston milliy terma jamoasi o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvidan qanday natija kutyapsiz? Shaxsan men durang kutyapman. Menimcha durangga erisha olsak kerak. Endi g'alaba desam, oshirib yording, nima deyapsan deyishinglar mumkin, lekin o'zimning fikrim real qarash kerak. Durang kutyapman, xudo xolasa. Siz nima kutyapsiz? Do'stlar, yana bir bor aytaman, bu folvullik emas, bu taxmin qilish emas. Shunchaki kutadi odam. Masalan, bugun uxlaysiz, ertangi kuningizdan yaxshiliklarni kutasiz. Xuddi shunaqa kutilma. Yana kommentda, unaqa, sen nima, umisan, polvonmisan, balomisan, battarmisan demanglar. Kutilma. Boshqa narsa, taxmin boshqa narsa. Men taxmin so'ramayman sizlardan. Siz nima kutyapsiz? Men o'zim shaxsan g'alaba kutyapman. Siz ertaga kelajagingizda nimadir kutasiz-ku, xuddi shunaqa narsa. Shunday ekan, kuchli kommentariyalar, aqllilar, bir narsalar yozmanglar. Pozitiv fikrlar, dunyoga yaxshi ko'z bilan qaranglar, o'ng ko'z bilan qaranglar va bizni qo'llab-quvvatlab qo'yinglar do'stlar. Futbol vaqtida qoling va futbol haqidagi eng yaxshi kanalda bo'lasiz. Xayr, salomat bo'ling.